Salom, mening ismim Jaju. Yuring bu yerdan bir dam olib kelamiz, chekka joyda o'rmonda. deya men Bilol akamni ko'ndirdim. Va so'ngra biz yo'lga chiqdik. Baliq ovladik. So'ngra charchab uxlab qoldik. Yarim tunda men uyg'onib ketdim. Uyg'onib, chodirning tashqarisiga chiqdim. Va birozgina yengillab olish uchun daraxt tagiga bordim. U yerda birdan g'alati maxluqni ko'rdim. Eshitishimcha bu lager nomi birozgina vahshiy va har xil afsonalarga boy edi. Men esa bunga ishonmagan edim. O'sha payt soyaga ko'zim tushdi. Qarshimdagi soya juda ham bir g'alati, baqasimon o'tirgan bir maxluqqa o'xshardi. Men esa albatta joyimdan qimirlay olmay qotib qolgan edim. Uning qo'llarida tosh bor edi. Va u toshni ko'tarib birdan menga juda ham g'alati o'qrayib qarab turganini ko'rdim. Men esa qochsam hozir o'ldiradi deb uni kutdim. "Ey, bu mening o'rmonim. Bu yerda mening ruxsatimsiz hech kim kelishi mumkin emas. Sen nima qilyapsan?" deganida qo'rquvdan qotib qolgandim. Nima qilsam ekan? Uning vajohatli yuzlari ila tishlari ichidan xuddi mushukning tishlari kabi chiqdi. Qo'llaridagi tosh va uning jasadi juda ham bir g'ayritabiiy holatda edi. U kiyimsiz, ammo butun tanasini yung qoplab turgan. Gorilla yoki maymun desam unga ham o'xshamasdi. Agar hoziroq ketmasang, hammangni o'ldiraman, deb qo'rqita boshladi. "Yo'q, albatta ketamiz. Iltimos bizga tegmang." degancha men undan kechirim so'rardim. Oyoq qo'lim qaltiraganidan joyimdan siljay olmay qolgandim. Nega ham keldim bu yerga degan qo'rquvlar o'tardi. U esa menga kulib, xuddi ustimdan kulayotgandek meni hadeb izdivasa qilib, qo'lidagi toshlar ila meni o'ynatardi. Bu yerdan qochsam u meni quvlab borib boshimga urib o'ldiradi degan xayollar keldi. Va birozdan so'ng men uni ursammikin, nima qilsam ekan deb o'ylardim. U qo'lini yana men tomonga cho'zib, hamma jasadimni teshirib chiqdi. Unga mos raqib emas ekanligimni tushundi shekilli. U menga qo'lidagi tosh bilan tekizar ekan, go'yoki uni urgum ham keldi. Ammo unga kuchim yetmasdi. Og'zidan oqayotgan so'lak juda ham badvoy va chidab bo'lmas darajada edi. Nima qilib bo'lmasin, uning oldidan qochishim kerak. Go'yoki u meni yemoqchidek. Qornim och. Ablah, ammo sening go'shtingni yeb bo'lmaydi. Ha, to'g'ri, bizning go'shtimizni yeb bo'lmaydi. Mayli. Ammo bu yerdan tezda ketlaring. Yo'q, so'zlaringga qiyin bo'ladi. Va men yana unga qarata urmoqchi bo'ldim. Go'yoki u ketaman deb, ammo g'alati o'shqirayotgandi. U asta-sekin orqasiga o'girilmay meni yonimdan ketdi. Ichimda o'ylar ekanman, nega ham keldim bu yerga? Tinchgina yuravermaymanmi? degan xayollar ketardi. Maxluq orqasiga jo'nab qoldi. Men esa biroz o'zimga kelib olgach, chodirga qaytdim. "Hoy, to'r ablah, qayerga olib kelding bizni? Ahmoq, bu yerda qandaydir maxluqlar bor. Endi tezroq ketmasak, aniq unga yem bo'lishimiz mumkin. To'r o'rningdan." "Hoy, qanday maxluqni ko'rding?" Juda ham bahaybat, g'alati, qo'rqinchli. O'sha maxluq menga go'yoki kimnidir eslatayotgandi. Eshitishimcha, bu o'rmon qiroli emish. O'rmon qiroli shaxsan o'zi